Apchi! Voy, nima bo'ldi? Hali kechasi ekan-ku, men mala uxlayveraman. To'xta, soat necha bo'ldi? Stop. Soat 9 bo'pti. Men bunaqa kechasi bo'lgan. To'xta. Nima? Bu muzmi? Nima bo'pti? Menga prank qilishyaptimi yoki o'tgan safargidek yana qishloq menga prank qilyaptimi? Xo'sh. Qani sen qani sen ana sindi. Men sindirish kerak endi. Bu ham sindi. Sindi. Nima? Ba'zi qishloq, ikkita qishloqlar yerda. Hozir men bularni sindirsam, yana suv toshib ketishi mumkin-ku. Qanaqa chiqib ketsam bo'lar ekan? Yuramiz. Samalab hoppa. Qani nima bo'ldi ekan? Nima? Hamma yo'q muzlaganmi? Jitillar qani? Jitil. Halisan? Aka, men boshqa qishloqdan kelganman. Sizlarning qishlog'inglar muzlab qolibdi. Bore. Mahmud nima bo'lgan? Hamma yo'q muzlab ketdimi? Nima bola? Jitillar. Firojon, biz bu yerdamiz. Yordam ber. Nima? Hamma yo'q nima bunaqa muzlab ketdi? Qor yog'ganligi bilan suvib ketdi. Voy. Voy mamona. Hozir menda mana bunaqa bor. Eshik buza olaman. Zo'r bo'lardi. Xo'sh, qaranglar. Lekin men sizlarni biramala yerga tushirib olishim kerak, bo'lmasa bo'lmaydi. Xo'sh. Hozir men skotga borib kelishim kerak. Skotdan muzlab qolgan, u yog'i ham eshigini biramallab ochaman. Ana topdim bu. Ana endi men bularni qo'yamiz. Bu yoqqa, keyin bu yoqqa. Xo'sh, mana va bu bo'ldi. Ana endi hozir men tushaman, qaranglar. Mana bunaqa narsa bor. Hozir men bularni sindiramiz. Voy, bizga hozir blok kerak-ku. Hozir men bilan olamizda. Ketdik, davay. Xo'sh. Hozir biramolab boramiz va buni qo'yamiz. Ana. Suvdan ham qutulib oldik. Endi buni bu safar suv oqmadi. Mayli. Xo'sh, qoch Jitil. Qoch, men tepadagilarni qutqarishim kerak. Xo'sh, mana tepaga chiqamiz. Jitil, nima chiqdim? Firojon, chiqdingmi? Ha, chiqdim. Qaranglar, endi bunday qilamizda, hozir men sizlarni pastga itaraman. Pastga tushdi bittasi. Endi san. Xo'p. Bular ham tushdi pastga. Endi sen qanaqa qilib tushasan? Seni ham tushiraman. Mana. Biramala tushdi u ham. Endi hozir men tushishim kerak. Qani? Opa! Tushdim. Endi biz mana shu qishloqni eritishimiz kerak. Biramala yo'lini topaylik. Sen har bitta uyga kirib, qishloqlar bormi yo'qmi topib chiqamiz. Zo'r narsa zakaz qilamiz. Bo'ldi, bo'lmasa zakaz qilishingizga meni telefon sizlarga. Xo'p. Bo'lmasa men ketdim, bola. Hozir men xo'sh, hozir bu yerda qishloqi bormi, qishloqi yo'qmi? Qishloqi bu yoqda yo'q, bu yoqda yo'q. Chunki bu yoq sklad. Xo'sh, bu yoqda bormi? Xo'sh, hammadan so'rab chiqish kerak.
qishloqlar bu yoqda yo'q. Mana nihoyat oxirgi Jitildan ham so'rab bo'ldim. Jitillar, sizlar yoqqa bormaysizlarmi? Telefonimni olib kelinglar. Boshqa jitillar hol narsa zakasi oldida turishibdi. Zakasi oldida turishibdi. O'shalarni olishing kerak. Bo'ldi, hozir men boraman. Xo'sh. Bularni qo'yamiz. Qani ular? Mana ular. Jitillar, qaraysizlar, yaxshimisizlar? Prosha qilsa yaxshimisa, короче, sandig'ini och, pechkani ol va to'g'ri qilib qo'ygindan keyin dastangga tort. Bo'ldi. Xo'sh, sandiq ochamiz. Pechka. Endi pechkalarni qo'yib chiqish kerak. Qo'yamiz. Qochib tura olasanmi? Jitillar, mana katta qilib qurib bo'ldim. Lekin yomon katta bo'ldi-ku. Xo'sh, endi sandiqni dastangga oldi va bittasiga qo'yib, dastangga yoq. Xo'sh. Bittasini olamizda va ularga bundoq qo'yamiz. Endi nima qilay? Yoq. Xo'sh, mana yoqamiz. Ishlashni boshladi. Mana ishlayapti. Shunaqa bo'lganda, esinglardami? Ha, esimizda. Qani bir qishloq ko'raychi. Qishloq eribdi. Maza. Endi maza qilamiz. Xo'sh, hammaga xayr emas ko'rishguncha deb qolamiz. Bugun videomizni ko'rdinglar, qiziqarli bo'ldimi? Kommentda yozib qoldiringlar, like va obuna esdan chiqmasin. Bo'lmasa, xayr emas ko'rishguncha deb qolamiz. Jitillar, qani xayrlashinglar. Qanaqa xayrlashamiz? Ko'rishguncha.